Sarvar yana o'sha muammoda uka. Onasini emsin. Hozir bilan telefon qilyapti uka. Uy olaman dedi, 2 xonalik deydi. 2-3 qavatlardan deydi. Nech pulgacha olmoqchisiz aka? Qancha pulingiz bor desam, aytgisi kelmaydi. Sen nima ishing bor, qancha pulim borligini deydi. Men uni cho'ntagida pulni so'ramayotgan bo'lsam uka, uy sotib olishni men bilishim kerak. Unga nech pulga ko'rsatishim kerak, to'g'rimi? Uni qo'lda 30 ming dollar puli bo'lishi mumkin. Lekin menga hozir 45 ming dollar uyni ko'rsatsam uka, men uni vaqtimni yo'qotaman, boraman, ovora bo'laman, o'zimni ham vaqtimni yo'qotadi, meni ham vaqtimni yo'qotadi. Lekin keyin borgandan keyin men qo'limda 30 ming pulim bor dedi. Shuni qanaqadir shu muammoni yechkim kelyapti uka, lekin bilmayapman qanday yechishni. Nima maslahat berasiz o'zingiz, Sarvar? Nima qilish kerak men tushunmayapman uka. Iltimos, boy akalar, boy opalar, menga telefon qilsalaring, uy olmoqchi bo'lsalaring, sizlarning cho'ntaklaringdagi pullaringizni so'ramayapman qancha pullaring borligini. Uy olish uchun chama qilgansizlar qanchagadir ham 2 xonali uyni misol uchun 30 mingga olaman deb. O'shani bizga dangal aytaveringlar to'g'risini. Telefon qilyapsiz maklerga yoki realtorga. Uka, aka, qo'limda 30 ming dollar pulim bor. Shu pulga yarasha uy olmoqchiman 2 xonalik desangiz, biz sizlarga shunaqa 2 xonalik uylar 30 ming dollargacha bo'lgan uylar ko'rsatamiz. Hozir bizda 75 ming dollarga 2 xonali uylar bor. Lekin sizlar aytasiz, Toshkent narxi bo'lib ketibdi, Toshkent bo'lib ketibdi deb. Shuning uchun o'zing cho'ntaklaringdagi pullaringni aytsalaring, biz sizlarga uy topishga yordam beramiz va osonroq bo'ladi bu ishimiz. Men o'zimcha o'ylab qolaman, odamlardan qancha pulingiz bor uy olishga deb so'raganimda, ulardan aytmayotgan sababi bitta narsa bo'lsa kerak deb. Hozir men cho'ntagimda 40 ming dollar pulim bor uy olishga desa, ular o'ylaydi, hozir realtor yoki makler 30 ming dollarlik uyni 40 ming dollarga menga sotib yuboradi deb shubha qilib qolsa kerak-da. Menimcha shundan bo'lsa kerak hammasi.